Assalomu alaykum do'stlar. Men bugun sizlar bilan shu 5 oy mobaynida shu YouTube kanalda video chiqishlar chiqib, qimordan qanday qutulish, qimordan qanday chiqish, qimorni qanday tashlash, azartni qanday yengish, ludomaniyani qanday to'xtatish to'g'risida o'zimdan kechirgan kechinmalarni, o'zimni tajribalarimni videoda kanalimga joylab bormoqdaman. Bundan oldingi videoni joylaganimdan keyin kuzatuvchilarimdan bittasi o'z kommentariyasini, o'z fikrini qoldirgan. Bu fikrga men qo'shilaman. Negativ ham deb hisoblamayman. Chunki har bir inson o'z fikrini kommentariyada yozsa, men xursand bo'laman. Chunki kamchilikim, bilmaydigan narsalarimni to'g'rilab borishga harakat qilaman. To'g'ri, men ham bir professional yoki bir psixolog yoki bir trening yoki bir kimgadir da'vat qiluvchi inson emasman. Avvalambor bu meni YouTube kanalim, bu meni o'zimni tajribamdan, qimordan qanday chiqqanim, shu 5 oy mobaynida qanday yengganim, qanday qilib shu qimor o'ynamayotganligimni ulashib kelmoqdaman. Va o'zimni qanday qilib bu vaziyatdan chiqqanligim to'g'risida yozganman. Bu inson o'zini kommentariyasida o'z fikrini bildirgan. Fikrida aytib turibdi: "Aka, men 6 yildan beri o'ynamayman. Siz namoz o'qiysizmi, namoz o'qimaysizmi, baribir qimordan chiqa olmaysiz. Men oliy ma'lumotliman, 3-4 million oylikka ishladim, bo'lmadi, kuryerlik qilmoqdaman, kuniga 18-20 million pul topmoqdaman" deb turibdi. Allohim barakasini bersin. Har kimning rizqi ko'chada deyilgan, harakat qilsa Alloh tomonidan barakat beraveradi. Endi men har bir videomda o'zim qanday chiqqanligim to'g'risida gapirganman. To'g'ri, hech kimga men namoz o'qisang qimordan qutulasan deb ham da'vat qilmayman. Maslahat ham bermayman, chunki men o'zimni fikrimni qanday qilib tajribamni ulashmoqdaman. Avvalambor har kim inson o'zini qalbini Alloh taolo ilohim barchamizni qalbimizni iymon, hidoyat nuri bilan ziylantirsin. Chunki islom dinida har bir inson o'zi misol namoz o'qish farz, bu sadaqa berish farz, umra, haj safarlarini qilish farz, sunnat hisoblanadi. Men nima demoqchiman? Har kim misol shu qimordan chiqish yo'lida kurashmoqdami? Harakat qilish kerak. Avvalambor mana shu ong ostimizdagi, miyamizdagi o'rnashib qolgan illyuziyalar, ya'ni qimorda o'ynab yutqizgandan keyin shu yutkizilgan pulni qaytarib olaman degan illyuziya, ham xayollarni toki yo'qotmas ekanmiz, shu o'yin ichida bo'lamiz. Shu vaqtida xulosa qiling, to'g'ri qaror qabul qiling. To'g'ri, har bir inson fikr yuritsa, kommentariyada yozsa, men xursand bo'laman. Kamchiliklarni to'g'rilaymiz. Balkim shu Telegram gruppamizda qo'shilib o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Balkim men tajribam noto'g'ri yo'ldadirman. Men balkim video chiqishlarda noto'g'ri ma'lumotlar berib turganmandir. Shu gruppada, Telegram gruppada yoki meni shaxsiy Telegramga, lichkamga yozsangizlar, do'stim yo ukam, men shu yo'ldan shunaqa qilib chiqdim qimordan. Balkim siz bilan video qilarmiz yoki sizni aytib berganingizni men insonlarga video qilib shu kanalim orqali joylashim mumkin. Har bir fikr meni YouTube kanalimning rivojiga hissa qo'shadi. Yanada shu qimorda aziyat chekib yurgan insonlar ko'radi va ular ham, bitta inson ham qimordan qaytsa, men xursand bo'laman. Videolarimni kuzatishda davom qiling. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Fikr, kommentariyalarni izoh qilib albatta kommentariya yozib qoldiring. Videolarim sifatli chiqishi uchun yangi video kameraga pul yig'moqdamiz. Agar o'z hissangizni qo'shaman desangiz, hissangizni qo'shing. Telegram gruppamizga qo'shilib o'z haqqingizda yozing. Qimorda qanday qilib kirgansiz? Nima uchun hozir qimor o'ynayapsiz? Qancha qarzingiz bor? Agar o'zingiz haqqingizda qisqa video qilsangiz, video siz haqqingizda bo'lishi mumkin, keyingi video. Har qancha o'zingga ishonma, o'ynayapsanmi, yutqizishing aniq. To'xtatdingmi, sen g'olibsan. Demak, do'stim, ukam, og'am, o'z vaqtida to'xtating. To'g'ri qaror qabul qiling. O'z hayotingni o'zing qutqarmasang, ertaga buni oqibatlari katta fojia bilan tugashi mumkin. Ko'rishguncha.